Salom hammaga, sizlar bilan Azik Boy. Bugun sizlar bilan tedim qoidalari haqida gaplashamiz. Ekranga yaqinroq o'tiringlar, men esa boshladim. Birinchi qoidamiz bir joyda 10 sekund, 15 sekunddan ortiq turish mumkin emas. Bu albatta minus kilo hisoblanadi. Keyingi qoidamiz esa ko'rib turganingizdek, uchlik kaska va uchlik branzet mumkin emas. Buni olganingiz uchun ham killaringiz minusga hisoblanadi. Infos otib qo'yish keyingisi bu, ya'niki siz shak bermasdan, qiyragingiz bildirmasdan uni otib qo'yishingiz, u albatta minus kill bo'ladi. Keyingi qoidamiz esa pulemyot, avem, drabashlar olib chiqish mumkin emas, u ham minus kill hisoblanadi. Keyingi qoidamiz esa protivnik qotib turgan vaqt uni otib turish, u minus killga hisoblanadi. Uni esdan chiqarmanglar. Keyingi qoidamiz asli va haye ishlatish mumkin emas. Haye bilan o'zini portlatish ham mumkin emas, bu albatta minus bo'ladi. Yana bir xil turnirlarda lazerka bilan o'ynash mumkin, bir xillarda esa yo'q. Yana bir qoida bu sirpanish, podkat berish mumkin emas. Yana bir qoida esa agar sherigingiz kirmasa, 10 daqiqa ichida kirmasa, srazu PP, ya'ni mag'lub bo'lasiz. Bugungi videom shulardan iborat. Yoqqan bo'lsa, albatta like va komment kutib qolaman. Bu kanalga obuna bo'lsangiz, shunaqa qiziqarli videolar, kachsin videolar ko'proq bo'ladi. Hammangizga rahmat.